Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlarga bir ajoyib yangiligimiz bor. Endi sizlar kiloli kiyimlarni fabrikadan to'g'ridan-to'g'ri olishinglar mumkin. Sizlar bizning Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga a'zo bo'lib, ushbu videolarni kutib turinglar, ushbu yangiliklarni kutib turinglar. Hozir sizlarga mahsulotlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Bu boshlanishi. Ushbu fabrikamizdan yangi dizaynda yangi mahsulotlar chiqishni boshlayapti. Sizlarga tez kunlarda sizlarga yangi mahsulotlar bilan tanishtiramiz. Hozirgi qo'limizdagi mahsulotlarimiz bolalar uchun, o'rta yoshdagi bolalarimiz uchun mana futbolkalar, materiali Lycra, Supreme, mana pololar bor mahsulotlar, mana mahsulotlarimiz. Mana dizaynlarni ko'ryapsizlar, dizaynlar ajoyib dizaynlarda. Hammasi fabrikadan to'g'ridan-to'g'ri endi olishinglar mumkin. Bizning YouTube, Instagram, Telegram kanallariga a'zo bo'lib kutib turinglar. Bizdan ajoyib yangiliklar tez kunlarda sizlarga chiqadi. Mana hozir bu yerda kuzli mahsulotlarimiz, bu kuzli mahsulotlar hammasi sifati a'lo, eng yuqori sifatli iplardan bo'lgan paxtali mahsulotlarimiz hammasi. Bularning hammasi Yevropaga eksport qilingan mahsulotlardan mana. Bu yerda hozir kuzli mahsulotlar, aynan shu fabrikani tez kunlarda kilolab yozli mahsulotlari chiqyapti. Undan keyin kuzga o'tamiz, undan keyin qishga o'tamiz. Shuning uchun bizning Telegram, Instagram kanallariga a'zo bo'lib, bizdan yangiliklarni kutib turinglar. Yangiliklarni bombasi bizda chiqadi. Vaqt cho'zish. Bu assortimentlarning ichida qizlarimiz uchun ham ajoyib, ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun ham ajoyib yangiliklar bor. Mana qizlarimiz uchun shortilar, futbolkalar, mana bunaqa talstovkalar, ishtonlar, futbolkalar, mana bunaqa tunikalarimiz bor mana. Mahsulotlar, bular Lycra materialidan mana qizlarimiz uchun, 15-16 yoshli qizlarimiz uchun. Ko'ryapsizlar, dizaynlar hammasi eksport uchun qilingan, Yevropa uchun qilingan. Bizning Instagram, Telegram, YouTube kanallariga a'zo bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin. Ushbu mahsulotlarni olishga tayyor bo'lib turinglar. Yangi mahsulotlar sizlar uchun faqat kilolab mahsulotlarimiz. Ushbu mahsulotlarimiz qizlarimiz uchun duvoykalar, mana o'g'il bolalar uchun duvoykalar, tunikalar, bu hammasi bizning fabrikada ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Bu mahsulotlarning hammasi Valbers Azonda sotilayotgan mahsulotlar. Bu bizning fabrikadan sifatli ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar. Aloqaga chiqinglar, bizga obuna bo'linglar. Ushbu mahsulotlarimizga Qirg'izistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan klientlarimizni ham taklif qilib qolamiz. Kimda do'konlari bo'lsa, mahsulotdan olib sotmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Bizlar sizlar bilan hamkorlikda ishlash niyatimiz bor. Sizlarga shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, bizlar sizlarni kutamiz fabrikamizda.